İmza qo'ymoqchi bo'lgan qarindoshlar, men imzo qanday qo'yishni tushuntirib o'taman. Xalq imzo harakati chekit net degan to'rbetga kirgandan keyin, shu ulanishni chekkandan keyin mushu to'rbet ko'rindi. To'rbetda imzoning ismi anadagi tövenge tushsak, to'ldirgan va yana uning töveniga tushsak, imzoning tushundirishi var. Nima uchun qaysi mazmun to'g'riliq bu imzoni qo'yyapmiz degan. Bunun 3 xil tilda bor, uni ko'rib o'qib chiqsang bo'ladi. Endi to'ldirish kelsak, birinchi 3 kategoriya var. Birincisi ismimiz, o'zimizning ismi, masalan, Abdusalom. Ondan keyin reni, ondan keyin email adresi. Ondan keyin mushu qizg'ish knopkani bosamiz. Bosgandan keyin rahmat imzo atqaningizga email bir şartlı tasdiqlashni unutmang debdi. Demak, emailimizga bir tasdiqlash ulanish ketgan bo'ladi. Endi emailimizni açsak degandek, birinchi email menga kelibdi. Bu yerda ba'zida birinchi qitim kelganlarga bu emailni spam yoki junk deydigan boshqa bir xaltaga kelib ketishi mumkin. Masalan, bunda spam ketgan bo'lishi mumkin. U joqda spamni ko'rib baqsaq bo'ladi. Bo'lmasa o'zimizning normal kelgan yeridan chekimiz. Çeksek e-mailimizni tasdiqlang deb u yerdami shu xil yoziqda andan keyin ulanish bor. Ulanishni chekimiz. Andan tasdiqlangan bo'ladi mana ve baştaki betga bizni boshlab ketadi. Sonra biz imzo qo'ygan bo'lamiz. İmzoning soni hozir mana 1 ga o'zgardi. Bayam 0 hozir 1 bo'ldi.